Bolalar yaxshimisizlar? Nima gap? Maza yaxshimi? Tuzukmisizlar? Kecha bir video ko'rib qoldim. O'tgan yili arxitekturada o'qib yurganimda mana shu narsani chizgan ekanman. PUBG Mobile'da arenani 2D modelini chizgan ekanman. Hozir o'shani montaj qilib, to'g'rilab, kesadigan yerlarni kesib, kerakli yerlarni shuni qoldirib, tezlashtirib qo'ydim. Ko'ringlar. Mana jarayoni zo'r ketyapti. Kecha 2 soatlik video ekan bu. Men buni 2 minutga sig'dirgan ekanman. Qanday zamonlar edi o'shalar. Qanday deganimni o'zim ham bilmayman. Hozir 2 soatlik videoni 2 minutlik qila olmayman, to'g'risi. Qanaqa yaxshi chiqqanmi, yaxshi chiqmaganmi, shularni ko'rib, izohlarda o'zlaringni fikrlaringni qoldirsalaring xursand bo'lardim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyalarni yozib, like'larni bannerlarni tashlasalaring. 50 ta like, 50 ta komment bo'lsin, bolalar 60-100 sini o'ynab olaman kommentariyada. Bitta g'olib tanlab. U g'olib ham obuna bo'lib, like bosib, videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyasida ID'sini qoldirgan bo'lsa, keyin randomli sayt narsa qiladi, tanlab beradi uni. Shu shartlarni bajargan odamni. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Qanaqa chiqqan o'zingizlarning fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Undan tashqari ID'laringni qoldirib, like bosib ketsalaring, 60 sini ham o'ynab olamiz bunday. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.